G'ilaylik aslida bedavo emas. Mana ko'pinchalar voy tuzaladimi deb kelishadi ota-onalar. Albatta tuzaladi. Faqat ko'rish qobiliyati tushib ketmasdan vaqtida shifokorga ko'rsatib, o'sha shifokor tavsiyalarini agar hammasini bajarsa, albatta tuzalsa bo'ladi. Ya'ni juda ko'p metodlari bor davolashni. Ya'ni buni pleoptika deydi. Ya'ni endi men oddiyroq qilib aytsam, ko'zoynaklar bilan bir tomonini yopib, ikkinchi ko'zini ishlatish natijasida ham buni metodlari ko'p. Undan tashqari apparatlar bilan davolash hozirgi kunda juda ham katta rol o'ynaydigan yo'nalish. Mana masalan bizning Dems klinikada hamma apparatlar bor-da. Ma'lum bir o'sha g'ilaylikni ma'lum bir gradusigacha, masalan bir 15 gradusgacha bemalol to'g'rilashimiz mumkin. O'sha apparatlar bilan davolash natijasida hech qanaqa ukollarsiz, hech qanaqa dorilarsiz apparatni o'zida ham to'g'rilasa bo'ladi. Hozir juda ham zamonaviy apparatlar bor shunaqa. Agar to'g'rilanavermasa, mana bolani o'sha maktabgacha yoshida qilish kerak bo'ladi. Maktabga chiqmasdan turib, agar to'g'rilanmasa g'ilaylik va uni yoki g'ilaylik darajasi yuqori bo'lsa, demak bunday bolalarni biz jarrohlik amaliyoti bilan to'g'rilaymiz. Jarrohlik amaliyotini ham hozirgi kunda muvaffaqiyat bilan hech qanaqa bir asoratlarsiz bemalol o'tkaziladi. Ko'zni qavatlari kesib ichiga kirilmaydi. Ya'ni tashqarisida mushaklarni joyini almashtirish, mushaklarni qisqartirish, uzaytirish natijasida ko'z mushaklarini bu narsalarni to'g'rilasa bo'ladi. Bu unaqa o'ta xavfli operatsiyaga kirmaydi. Aslida buni to'g'rilasa bo'ladi. Lekin bitta yana asosiy joyi borki, ko'pincha operatsiya qilishadi. Jarrohlik o'tkaziladi, lekin o'shandan keyin ko'rish qobiliyatini, ya'ni ko'pincha bola bitta ko'zi bilan ko'radi, ikkita ko'zi bilan bir xil ko'rmaydi g'ilaylikda. O'sha ikkita ko'zini bir xil qilib ko'rsatadigan qilish uchun apparatlarda albatta davolanish kerak. Jarrohlik amaliyoti o'tkazishadi, bo'ldi ketdingiz degandan keyin u bolada noqulaylik paydo bo'ladi. Bola ikkita ko'rishni boshlaydi. Chunki joyini o'zgartirib qo'ydingiz-da ko'zni. U predmetlarni miyada ikkitasi birlashib bitta bo'lib ko'rish o'sha qobiliyatni tiklash kerak jarrohlikdan keyin. Lekin agar shu narsa qilinmasa, bola qiynalib qoladi. Ma'lum bir vaqtgacha qiynalib yuradi. Shuning uchun amaliyot o'tkazildimi, demak uni keyingi etaplari bor. Demak, albatta apparatlarda davolatib joyiga keltirish kerak. Qanaqadir o'sha ozginagina qolgan darajasini ham apparat bilan to'g'rilasa bo'ladi. Lekin ba'zan agar sal yana qiyshey boshlasa ko'z, yana amaliyotga olishadi, keyin yana amaliyotga olishadi. Shuning uchun amaliyotga olishni ham o'zining etaplari bor. Uni ko'rsatmalari bor. Agarda haqiqatdan o'sha o'zini oldindan belgilangan, mana sizda ikkita etap bo'ladi yoki uchta etap bo'ladi yoki bitta etap bo'ladi deb o'shanga qarab qilingan bo'lsa, bu to'g'ri. Lekin qarasaki mana bir yildan keyin yana qiyshayishni boshladi, g'ilaylik boshlandi, yana qilib, yana bir yildan keyin yana mana shu paytda shifokor o'ylanib ko'rish kerak. Chunki balkim o'sha bemorga ko'zoynak noto'g'ri tanlangandir. Bizda shunaqa holat bo'lgan, deb bemor qizni 3 marta operatsiya qilishgan. Endi shunaqa qilarsaki, har doim mushakni kesib, yana ulab, kesib, ulab, keyin u fibroz bo'ladi-da. Bitta joyini halib kesib ulaganingizdan keyin chandiq va bu xavfli bo'lib qoladi u narsa. Keyin u umuman ko'zi qimirlamay qolishi ham mumkin. Agar o'sha joyda fibroz, ya'ni chandiq bo'lib qolsa. Shuning uchun qaytalanyaptimi? Demak, yaxshilab tekshirib ko'rish kerak. Haqiqatda ko'zoynak to'g'ri tanlanganmi? Ko'zoynak o'sha ko'zga yordam beryaptimi yoki yordami yo'qmi? Mana hozirgi kunda ayniqsa miopiyada ko'zoynak tanlash metodi, yangicha metod bu to'liq korreksiya berish. To'liq korreksiya berish kerak. Lekin eski metod bo'yicha to'liq korreksiya berishmaydi. Afsuski, hozir ham o'sha viloyatlarda ko'p joylarda to'liq korreksiya bermaydi. Ko'z ishlashi kerak deb. Yo'q. To'liq korreksiya berish kerak. Ko'zga to'liq yordam berish kerak. Agar to'liq korreksiya bo'lmasa, demak ko'z yana zo'riqa boshlaydi. Zo'riqa boshlagandan keyin g'ilaylik paydo bo'ladi. Uni to'g'rilash o'rniga yana jarrohlikka olishadi. Ana o'sha qizni 4-marta operatsiyaga olishmoqchi bo'lganda Dems klinikasida biz tekshirib ko'rdik. Tekshirib ko'rganimizda
0,5 astigmatizmi qarang eng kam, lekin 0,5, lekin shu ham katta rol o'ynagan. Shuni to'g'rilaganimizdan keyin, ko'zoynagini o'zgartirganimizdan keyin, ko'zi joyiga bir oydan keyin apparatlarda lecheniya qildik, bir oydan keyin joyiga tushdi. Operatsiyasiz. Shuning uchun bitta joyga qarab qolish kerak emas. Iloji boricha sizda qanaqadir shubha paydo bo'ldimi? Boshqa klinikaga ham borish kerak. Albatta surishtiring. Haqiqiy malakali bolalar oftalmologi bormi o'sha yerda? Necha yil ishlagan bolalar oftalmologi bo'lib. Mana shu narsalarni ham surishtirsanglar chiqmasin. Chunki bolalar va kattalar oftalmolog orasida farq bor.